Ronaldo bittami? Shunaqa iste'dodlar bittami? Hissiyotlaringizni bozorga olib chiqib sotish kerak bo'lsa, qaysi hissiyotingiz eng qimmat narxga baholagan bo'lardi? Jasorat. Jasurligimni eng qimmatga baholayman. Ya'ni buni hech kim mendan tortib ola olmaydi, qo'sha olmaydi ham ustiga. Mana shu juda qimmat baholanadigan tuyg'u-da. Bunaqa tuyg'ular kammi odamlarda? Bor. Ronaldo bittami? Shunaqa iste'dodlar bittami? Yo'q. Ko'p. Faqat o'sha markazida jasorat tuyg'usi borlargina uni qayergadir olib bora oladi. O'sha qimmat tuyg'ularingizni ham ko'tara oladigan, uni taxtga o'tirg'izadigan bu jasorat. Jasorat mashinasi bo'lmasa, sizning barcha qimmat tuyg'ularingiz bekor.